Assalomu alaykum aziz do'stlar. Urganch shahrida Chekkaponnikda 120 kvadratli hovli joy. Bu yon tarafda yine garajına ega. Bu yon tarafimiz ikkinchi qavati. Elde 10 metr tushgan. Bu yonimiz yine garaj bo'ladi. Otopleniyasiga ega, suv gaz svetidan muammo yo'q do'stlar. Seychan qismidan danışaveramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tak gireversin 10 kolumuzda yine dalan. Umaliklerimiz koyulgan. Ayak teyimiz pol. Bir yan tarafımız kattalar spalnisi. Registrler o'rnatilgan. Bir yanımız spalni. Birimiz aşxonasi. Yan tarafımızda sanozeli. Aristola koyulgan, kafelden çıkan kurgovoy kotel şere o'rnatilgan. Yan tarafımızda şimdi mestası bu. İkinci kavatını göremiz. Böyle garaj tarafımız. Chekkaponnikda bir de yine zal tushgan. Bahasına keladigan bo'lsak 470 milyon so'm. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog'lom bo'ling, ishlaringiz davom etsin.